astag'firulloh va atubu ilayh. Birinchi istig'forni qanday aytishligini aytaylik-da, o'rganaylik-da. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb aytish bor yoki astag'firulloh va atubu ilayh. Allohdan istig'for so'rayman va tavba qilaman. Astag'firulloh va atubu ilayh. Astag'firulloh va atubu ilayh. 100 marta aytish. Va sayyidul istig'for bor. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu. Sal uzunroq. Lekin boshida biz shuni yengilidan astag'firullohdan boshlaylik. E'tibor beringlar. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh emas. Astag'firulloh. Ey Alloh, meni kechirgin. Ma'nosini his qilib turib aytaylik-da buni. Ey Alloh, meni kechirgin. Men seni gunohkor bandangman. Seni mag'firating keng bo'lgan zotsan, meni kechir. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh.